Assalomu alaykum va rahmatulloh hammaga. Avitsenna jamoasi a'zolari tomonidan tayyorlangan intensiv patologiya kursimizning navbatdagi soni bilan tanishib chiqamiz. Bugungi mavzuyimiz hujayra adaptatsiyasini ikkinchi qismi bo'ladi. Demak, hujayra adaptatsiyasi ikkinchi qismi. Biz bundan oldingi darsimizda birinchi qismi haqida gaplashdik. Ya'ni adaptatsiya nima, ularning turlaridan biz gipertrofiyani, giperplaziyani, atrofiyani ko'rib chiqqanmiz. Metaplaziya, displaziya, aplaziya va gipoplaziya qolgan edi. Demak, o'rtoqlar, yana bir takrorlab o'taman. Normal hujayra turibdi. Unda gomeostaz shu doimgi holatda turib, gomeostaz saqlanib turgan edi. Endi biz aynan mana shu hujayraga yuklamani kuchaytirdik yoki yuklamani susaytirdik. Natijada bu yuklamamiz hujayraga ta'sir ko'rsatadi. Patologik holatda yoki fiziologik holatda yuklamamiz ham ikki xil bo'ladi: patologik yoki fiziologik. Masalan, fiziologik holatda sportchimiz muskullarimizga yuklama beryapmiz. Bu fiziologik yuklama hisoblanadi. Endi aynan mana shu yuklamaga hujayraning moslashishi adaptatsiya deyiladi. Endi mana shu adaptatsiyalar, masalan, muskulaturaga biz muskullarimizga yuklama berganimizda ular oldingi darsda gaplashib o'tdik, gipertrofiyaga uchrab ketadi, ya'ni hajmini kattalashtiradi dedik. Mana shu moslashish yuklamaga adaptatsiya bo'lyapti hujayralarimiz. Giperplaziya hujayralar sonining ortishi bilan javob beradi. Atrofiya hujayralar sonining kamayishi bilan javob beradi har qanday yuklamaga. Endi bu yerda yuklama patologik bo'ladi yoki fiziologik. Patologik holatlarda juda ham ko'rdik. O'rtoqlar, juda ham ko'p ko'rdik. Misollar bilan batafsil tanishtirib o'tganman. Endi aynan mana shu yuklamaga moslashsa adaptatsiya bo'ladi. Agar yuklama ko'p bo'lsa, ustun bo'lsa adaptatsiyadan, u hujayrani shikastlab qo'yishi mumkin edi. O'rtoqlar, shikastlanish ham ikki xil bo'ladi: qaytar hamda qaytmas. Bu bilan keyingi darslarda batafsil gaplashib chiqamiz. Qaytar bo'ladigan bo'lsa, hujayra shikastlanganda uni himoya kompensator mexanizmlari ishga tushadi. Hujayrani shu shikastlanishga qarshi o'zini tiklashga harakat qiladi. Agar shikastlanish, mana yuklama agar shikastlovchi ta'sir juda ham kuchli bo'lsa, bu qaytmasga o'tib ketib qoladi shikastlanishimiz. Ya'ni hujayra qaytmas shikastlanishga uchraydi. Natijada hujayra o'limi, nekroz yoki apoptoz bilan yakunlanishi mumkin ekan demak. Mana shunday bir-biriga bog'liq ravishda ishlaydi. Endi davom etamiz. Oldingi darsda ko'rib o'tdik sizlar bilan. Mana bu uchalasini endi ko'ramiz quyidagilarni. Demak, o'rtoqlar, boshladik. Birinchisi metoplaziya. Yuklama hujayra tipi o'zgarishi. Demak, mexanizmi shu. Biror bir yuklama beriladi, hujayra tipi o'zgarib qoladi. Masalan, yassi epiteliy silindrsimon epiteliyga. Demak, o'rtoqlar, mana bu yerda ko'ramiz, anormal stimul, ya'ni normada bo'lmagan stimul berilyapti. Mezenxial yoki epitelial hujayralarning bir tipi mezenxial yoki epitelial hujayralarning boshqa tipiga aylanib qoladi. Demak, o'rtoqlar, bir tip hujayramiz turgan edi, u umuman boshqa bo'lgan tipdagi hujayraga o'zgarib qolar ekan. Shunaqa tushunsak bo'ladi. Tashqi stimul yuklama berilyapti, shunaqa o'zgarishlar ro'y beryapti. Endi stimul to'xtasa, ko'pincha normal tipga qaytadi. Stimul uzoq muddat ta'sir qilsa, displaziya rivojlanadi. Displaziyaga o'tdimi, endi albatta o'sma hosil bo'lishi mumkin ekan demak. Demak, o'rtoqlar, mana bu qismini shunchaki aytib o'tib ketganman. Bu
quyida pastroqda kerak bo'ladi. Mana bu stimul to'xtasa ko'pincha normal holatiga qaytadi. Buni ta'rifi shu. Mana bu yerdagi yassi epiteliy silindrsimon epiteliga, ya'ni anormal stimul berilyapti. Mezenxiyal yoki epitelial hujayralarning bir tipi mezenxiyal yoki epitelial hujayralarning boshqa tipiga o'zgarib qolyapti. O'zini mana shu tarzda moslashtiryapti yuklamaga. Mexanizmi o'zak hujayraning qayta dasturlanishi ekan. Mana bu yerda yassi epiteliy turibdi. Bu silindrsimon epiteliyga o'tib qolyapti. Ko'ryapsiz, o'rtoqlar, o'zini moslashtiryapti. Sabablari gormonlar ta'siri bo'lishi mumkin. Vitaminlar, masalan, vitamin A yetishmovchiligi. Vitamin A yetishmovchiligida shilliq qavatlarda, undan tashqari terimizda shu teridagi hujayralar, epitelial hujayralarimizda o'zgarish ro'y beradi. Vitamin A yetishmasa, undan tashqari ko'zda ham bo'lishi mumkin. Kimyoviy ta'sirlovchilar ham aynan mana shu bizda metaplaziyaga sabab bo'lib qolishi mumkin ekan. Eng ko'p uchrovchisi baribir gormon ta'sirida bo'ladi. Metaplaziya ikki tipga bo'linadi, ikki tipda bo'ladi. Qanday? Epitelial tipdagi metaplaziyalar hamda mezenximal tipdagi metaplaziyalar. Epitelial metaplaziyalar birinchi ko'rib chiqamiz. Kuchliroq, ammo yaxshi ixtisoslashmagan epiteliyga almashinadi. Ya'ni bu kuchli bo'ladi epitelial, masalan, silindrsimonga o'tsa, ancha yuklamaga shu javobi yuklamani ko'tarish qobiliyati ortadi, lekin u ixtisoslashmagan bo'ladi. Hozir nega bunday deyotganimni ko'rib bilib olasiz. Ammo metaplastik epiteliyda, masalan, yassi turida shilliq sekretsiyasi kam bo'ladi, himoya qavati past bo'ladi, infeksiyaga beriluvchan bo'lib qoladi. Mana bu yerda ko'ryapsiz, metaplastik epiteliy, masalan, yassi turi bizda mana bu yerda epiteliyimiz yassi turiga o'zgarib qolyapti-da, u yassi turi shilliq sekretsiyasi past bo'ladi unda. Himoya qavati ham past, shuning uchun ham shilliq yaxshi sekretsiya qilmaydi. Himoya qavati past bo'lganligi sababli infeksiyaga beriluvchan bo'lib qoladi. O'rtoqlar, ko'rib turibsiz, nega mana bu gapni aytganimni endi tushundingiz. U kuchliroq bo'ladi, tashqi ta'sirga chidamliroq, shuning uchun o'zini turini o'zgartiryapti. Lekin boshqa tarafdan ziyoni ham bor, kamchiligi ham bor. Endi qaysi epiteliyga transformatsiya bo'lishiga ko'ra ikki turli bo'ladi. Ya'ni biz ko'rib chiqdik, epitelial hamda mezenximal bo'ldi. Endi epitelial ham o'zi ikkiga bo'linib ketadi. Mezenximal quyida ko'rib chiqamiz. Demak, epitelialni ikkiga bo'lib olamiz. Qanday deydigan bo'lsak, ikkiga bo'ldik. Mana bu yerda birinchisi yassi metaplaziya. Yassi metaplaziya mexanik, kimyoviy yoki infeksion omil, ya'ni yuklama berildi. Epiteliy, endi bu yassi hujayra yassi metaplaziyaga sabab bo'ladi. Ya'ni epiteliy turganda epiteliyimiz nima bo'ldi? Shu mexanik, kimyoviy, infeksion omillar natijasida bizda epiteliy yassi epiteliy hujayrasiga o'zgardi. Yassi hujayraga natijada yassi metaplaziyaga sabab bo'ladi bu. Misol qilib, bronxda surunkali chekuvchi kashandalarda bo'ladigan jarayonni misol qilib keltirganman. Qanday bo'ladi bu? Ko'p qatorli xilpillovchi epiteliy normada. Ko'p qatorli. Endi yassi epiteliy metaplaziya sababli mana shu yassi metaplaziyaga sabab bo'ladi. Ko'p qatorli xilpillovchi epiteliy normada turgan edi bronxlarda. Mana bu holatda deydigan bo'lsak, mana o'rtoqlar, endi bu
qanday bo'lib qolyapti? Yassiga o'zgarib qolyapti. Mana shu shaklda. Shu kashandalarda ko'p chekuvchi, surunkali chekuvchi kashandalarda o'rtoqlar. Buyrak siydik pufagining surunkali infeksiya va toshlarida o'zgaruvchan epiteliy normada bo'ladi. Yassi epiteliyga o'zgarib qolishi metaplaziyaga sabab bo'ladi. Ya'ni bu yassi metaplaziya hisoblanadi. Birinchi tipi yassi metaplaziya. Endi gipovitaminoz, ya'ni A'da misol keltiraman. Bronx, siydik yo'llari, so'lak va ko'z yoshlarida yassi epiteliy bo'ladi. Gipervitaminozda ko'ryapsiz, vitamin yetishmasi, aynan vitamin A, gipovitaminoz kamayib ketishi, gipo. Mana bu yerda ko'ryapsiz o'rtoqlar, bazal membrana normadagi hujayralar, mana bu ko'ryapsiz bronxlarda joylashgan hilpillovchi. Endi ular metaplaziyaga uchrab qolyapti. Mana bu yerda ko'ryapsiz hujayralarni. Bular shu tashqi ta'sirlarga chidamliroq bo'ladi. Ancha, masalan, chekuvchi kashandalarda surunkali uni tarkibida juda ham ko'plab shu zaharli mahsulotlar bo'ladi. Ularga nisbatan buni himoyasi, ya'ni ularga nisbatan bu kuchsizroq javob beradi. Ya'ni himoya qismi uncha yaxshi ishlamaydi, lekin bu aynan o'sha moddalarga nisbatan chidamli bo'ladi. Lekin boshqa taraflama bu shilliq sekresiya qilishi yoki himoya adaptatsiyasiga ko'ra kuchsizroq bo'lib qoladi o'rtoqlar. 5 qo'l barobar emas, bir tarafi yaxshi bo'lsa, boshqa tarafdan unchalik yaxshi ixtisoslashmagan bo'ladi. Demak, endi biz silindrsimon metaplaziyani ko'rib chiqamiz. Yassi metaplaziyani ko'rdik. Demak, o'rtoqlar, bir qaytaraman. Mana shu tushunib oling. Hop, qaysi epiteliy transformatsiya bo'lishiga ko'ra o'rtoqlar ikki turga bo'linadi dedik. Undan oldin metaplaziya ikki tipda bo'ladi: epitelial hamda mezenximal. Endi epitelialni ham ikkiga bo'lib oldik. Bu qaysi? Yassi metaplaziya, ya'ni bitta hujayramiz turganda u yassiga o'zgarib qolyapti. Yassi metaplaziyaga uchrayapti. Endi bizda ikkinchi tipi silindrsimon metaplaziya. Endi bizdagi epiteliy silindrsimonga o'zgarib qoladi. Shular haqida gaplashib chiqamiz. Masalan, gastroezofageal reflyuksda kislota ortib ketadi oshqozonda. Natijada oshqozon qisqaradi. Qisqarishi natijasida, kuchli qisqarganda qizilo'ngach yassi epiteliy bo'ladi normada. Endi u silindrsimon metaplaziyaga o'tib qoladi, ya'ni Barrett qizilo'ngachiga. Rasm orqali tasvirlashga harakat qilgan bo'lsam kerak o'rtoqlar. Bizda mana shu gastroezofageal reflyuksda me'dada kislotalilik ortib ketgan bo'ladi. U juda kuchli qisqaradi. Qisqarishi natijasida kardial sfinkter ochilib ketadi. Qizilo'ngachni shu tubiga, ya'ni kardial qismga yaqin sohasida, mana bu kardial klapan deydigan bo'lsak, aynan mana shu yerda bizda ochilishi natijasida nima bo'ladi? Uni mana bu yergacha, ya'ni kislotalilik chiqishi natijasida bu yerdagi qizilo'ngachning normal yassi epiteliysi, normadagi yassi epiteliy endi silindrsimon epiteliyga o'zgarib qoladi. Mana bu shaklda. O'rtoqlar, aynan shuni misol qilib keltiryapman. Barrett qizilo'ngachi deyilar ekan bu. Oshqozon surunkali yara kasalliklarida, yara bitish jarayonida shunaqa bo'ladi. Ya'ni prizmatik epiteliy normada, intestinal metaplaziya kuzatilar ekan demak. Tushunarli bo'ldi. Biz epitelial metaplaziyani ko'rib chiqdik, ikki turga bo'ldik. Endi ikkinchi metaplaziya, ya'ni mezenximalni ko'rib chiqamiz. Mezenximal metaplaziya yetuk
mezenximal to'qima bir turning ikkinchi turiga o'tishi. Masalan, suyak metaplaziyasi fibroz to'qima tog'ay, keyin suyak shakllanishi bo'ladi. Birinchisi suyak metaplaziyasida fibroz to'qima bo'ladi. Fibroz to'qima tog'ayga aylanadi, tog'ayga o'zgaryapti. Endi tog'ayimiz dan suyak shakllanyapti, ya'ni suyak hujayralariga o'zgaryapti. Bu ham shu mezenximal metaplaziyaga misol bo'ladi. Masalan, qarilarda bronxdagi tog'ay suyaklashadi, suyak metaplaziyasiga sabab bo'ladi. Bu ham uzoq davom etgan surunkali yallig'lanishdagi chandiq, bu ham suyak metaplaziyasiga sabab bo'lishi mumkin ekan demak. Tog'ay metaplaziyasi suyak sinishi, tuzalishi ko'p harakatdagi nuqtalarda tog'ay metaplaziyasi kuzatilishi mumkin ekan demak. O'rtoqlar, davom etamiz. Displaziya haqida gaplashamiz. Metaplaziya tushunarli bo'ldi. Endi o'rtoqlar, bu ikkalasi bir-biriga juda ham yaqin. Shunga metaplaziyani bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, metaplaziya anormal stimul mezenximal yoki epitelial hujayralarning bir tipi mezenximal yoki epitelial hujayralarning boshqa tipiga o'zgarib qolyapti. Bular haqida mezenximal hujayralarga misol ham, o'zgarishni ham ko'rib chiqdik, epitelialga ham. Endi stimul to'xtasa ko'pincha normal tipga qaytadi dedik. Ya'ni adaptatsiya bo'ldi. Masalan, surunkali chekuvchi kashandalarda mana shu epitelialga misol bo'ldi. Epitelial metaplaziya, uni hujayralari silindr shakliga o'tib qolyapti. Endi o'rtoqli yoki yassiga o'tib qolyapti. Xilpillovchi epiteliy turganda bronxlarimizda, u yassiga o'tib qoldi. Yuqorida shu rasmda ko'rsatib o'tdim. O'rtoqli, endi chekuvchi surunkali kashandalarda masalan ular chekishni tashlasa, ular metaplaziyaga uchragan hujayralar normal hujayraga qaytishi mumkin, normal tipga qaytadi. Lekin kashanda chekishni 1 yil bo'ldi, surunkali chekyapti. Endi 2-yil, 3-yilga, 4-yil, 5-yilga o'tib ketganda stimul, ya'ni nima demoqchiman, to'xtamadi, uzoq muddat ta'sir qildi. Natijada displaziya rivojlanadi. Displaziya rivojlandimi, demak o'sma ham rivojlanadi ekan demak. O'rtoqlar, shunaqa. Bunda ham anormal stimul ma'lum bir muddat davom etsa, hujayralarni metaplaziyaga uchratdi, kamroq ta'sir ko'rsatyapti. Agar endi mana shu stimul ko'p, uzoq vaqt davom etadigan bo'lsa, nima bo'ladi? Uzoq vaqt davom etadigan bo'lsa, displaziya rivojlanar ekan demak. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Yengil va o'rta displaziya qaytadi, lekin og'ir displaziya qaytmas bo'ladi. Rak kelib chiqishi mumkin. Sabablari: uzoq vaqt ta'sir etgan yuklama, uzoq vaqt metaplaziya, giperplaziya, infeksiyalar, kimyoviy moddalar, ultrabinafsha nurlari ta'sir etishi natijasida displaziya rivojlanishi mumkin. Yuqorida aytib o'tdim, uzoq vaqt ta'sir etgan yuklama ham displaziyaga sabab bo'lishi mumkin. Metaplaziya undan tashqari aytdik, metaplaziya ham oxir-oqibat davom etaversa displaziyaga sabab bo'ladi. Giperplaziya ham o'z navbatida. Giperplaziya nima edi? Normal tipdagi mana bu hujayrani ko'payib ketishi, bo'linib ko'payishi. O'rtoqlar, mana shunaqa edi bu ham. Infeksiyalar natijasida ham displaziya kelib chiqishi mumkin. Kimyoviy moddalar, kislota, ishqor ta'siri, ultrabinafsha nurlar ham displaziyaga sabab bo'ladi ekan demak. Davom etamiz. Displaziya buzilgan, tartibsiz epitelial bo'linish haqiqiy adaptatsiya emas bu. Plemorfizm misol bo'lishi mumkin displaziya. To'liq yetilmaydi hujayralari, to'liq yetilmagan, normal funksiya bajarmaydigan
hujayralar miqdori ortib ketadi. Yadro va sitoplazma nisbati ortadi. Yadrolar ham ortib ketar ekan, demak displaziyada. Bu mexanizmi edi o'rtoqlar. Endi mana bu yerda bachadon bo'yni displaziyasini ko'rib chiqamiz. Mana oddiy hujayra turibdi. Hujayralararo bo'shliq bor, normada rivojlangan yadrolar, hujayralar sonini ko'ryapsiz. Endi yengil displaziya bo'ladigan bo'lsa, ko'ryapsiz, yadrolar soni biroz ortyapti. Hujayralar birozda kattalashib, normallashyapti. Endi o'rtacha displaziyadachi ko'ryapsiz, yadro hamda sitoplazma kattalashyapti. Endi og'ir displaziyada ko'ryapsiz, hujayralar juda ham shiddat bilan uni tarkibidagi yadro sitoplazma ortib ketyapti-da. Ko'ryapsiz, hujayralar o'sib ketyapti, ya'ni o'smaga sabab bo'lyapti displaziya. Og'ir displaziya o'sma, ya'ni rak o'sib kirib boryapti ekan demak. Mana bu yerda ma'lumot, ya'ni metaplaziya va displaziyani farqlab olish kerak. Metaplaziya o'tib ketsa, displaziya bo'ladi. Demak, ketdik tarifi. Epitelial hujayra bir tipidan ikkinchi tipiga o'tishi yuklama ta'sirida. Buzilgan hujayra rivojlanishi giperplaziya yoki metaplaziya bilan kechishi birga kelishi mumkin ekan, demak tarifi. Buzilgan hujayra rivojlanishi, ya'ni buzilgan hujayralar ko'payib oxiri o'sib o'smani rivojlantirib qo'yishi mumkin. Turlari: epitelial yassi silindrsimon bo'ladi. Mezenximal suyak va tog'ay yuqorida ko'rdik. Ikki xil tipda bo'ldi. Epitelial hamda mezenximal metaplaziya. Epitelial ham ikkiga bo'linib ketdi. Yassi silindrsimon misollar bilan batafsil gaplashdik bularda. Mezenximalga suyak va tog'ay mezenxima hujayralarini misol qilib keltirdim. Faqat epitelial bo'ladi turlari displaziyada. Demak, mezenximal bo'lmas ekan. Oqibati, agar stimul olib tashlansa yoki to'xtab qolsa, qaytar jarayon, ya'ni normal tipga qaytadi. Agar stimul davom etsa, displaziyaga uchragan hujayra o'sma ehtimoli yuqori bo'ladi. Ya'ni stimul davom etsa, o'smaga olib kelishi mumkin. Stimul olib tashlansa, ba'zida qaytar jarayon, ba'zida qaytmas. Chunki displaziyaga o'tdi, ko'p hollarda o'rtoqlar nima bo'ladi? O'sma rivojlanib ketadi. Misol yuqorida juda ham ko'plab berildi. Endi displaziyaga misol 3-darajali kuyish, ya'ni terida yassi epiteliy displaziyasi 3-darajali kuyishda. Sigaret bronxdagi yassi epiteliy metaplaziyasi. Endi metaplaziyaga uchragandan keyin yassi epiteliy displaziyasiga ham uchrab ketishi mumkin. Metaplaziya bo'ldi, kam, endi u ko'payib shu o'sma holatida rivojlanib qolishi mumkin ekan. Oddiy sigaret chekuvchilarda ham mana shu ikkidagi muammolarni ko'rib turibsiz o'rtoqlar. Ikkalasini farqlab oldingiz. Demak, displaziya juda ham og'ir ekan. Normadagi adaptatsiya emas ekan u ham. Demak o'rtoqlar, bugun sizlarga himoya adaptatsiyasini ikkinchi qismiga oid sizlarga tayyorlagan, yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Tushunarli bo'ldi. Mavzuni qayta ko'ring. Shu yergacha ko'rganingiz uchun rahmat. Ilmingiz ziyoda bo'lsin o'rtoqlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ilm olishdan charchamang.